Assalomu alaykum jigarlar. Yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Hech odamlarni shunaqa emotsiyasini ko'rdim. Bizda ham yotgan ekanda, qayerlardadir bir nimaga chiqquncha, chempionatga chiqquncha, mundialga chiqquncha indamay o'tirishgan ekanda. Kecha emotsiyalarni ko'rib, har xil videolar tashlashyapti. Ularni ko'rib, O'zbekistonda ham muxlislar bor ekan, addushi zo'r. Bir ikkita negativlar yozayotganlar biluvdim, shunaqa bo'lishini, yutkazishini, tudem gaplar qilishyapti. Endi sizlarda ham pasportingga O'zbekiston fuqarosi deb yozganda, O'zbekistonga balet qilsa unaqa deyilmaydi-da. Biz hammamiz ham bitta nimamiz endi. Bitta O'zbekiston bayrog'i ostidamiz. Korotchisi hammaga rahmat, hammaga omad. Zo'r bo'ldi, biz yutqizmadik, yutdik. Qayerlarga borib shu katta Yevropa stadionida o'ynab kelish oson emas. Bir miyalaringni bir quyib ko'ringlar-da bir. Bunchalik qilib o'ynab kelish oson emas. Imini borib gol urish bunchalik oson emas, gol urib kelish borib. Hammaga omad, ishlarga rivoj, kasal bo'lmaylar.